Bu shirinligimizni faqatgina ko'rinishi emas, balki ta'mi ham o'zgachadir. Bugun sizlar bilan og'izda eriydigan olchali tart tayyorlaymiz. Elangan unimizni ustiga muzdek margarin solib, urvoq olamiz va ustidan shakar, tuxum solib, xamir qorib olamiz. Tayyor xamirni olib qo'yib, kremiga o'tamiz. Bu eng oson kremlarimdan bittasi. Idishga suv, tuxum sarig'i, shakar, kraxmal solib aralashtirib olamiz. Past olovda kasha ho'l kelguncha yaxshilab aralashtirib, sariyog' solib, parlatmasdan xolodilnikka yarim soatga qo'yib qo'yamiz. Xamirimizni olib, xohlagan qolipimizga yoyib, 160 gradusda qizitilgan duxovkada 20-25 minut davomida pishirib olamiz. Bu orada danaga olinib muzlatib qo'ygan olchalarimizni skоворodkaga solib, kraxmal, shakar va ozgina suv solib, yaxshilab aralashtirib, pastroq olovda quyilguncha pishirib olamiz. Ko'p kutish shart emas, o'zi tez quyiladi. Muzdekgina kremimizni va ko'rinishini yo'qotmagan olchamizni surib, yarim soatga xolodilnikka jo'natamiz. Yoniga olchali choy tayyorlab olib, xohishga ko'ra plamber qo'yib, san'at asarini mazza qilib yeymiz. Yoqimli ishtaha.